Joriy yilning 29-may kuni Turkiyaning Marmaris shahri yaqinida 110 nafar yo'lovchi bo'lgan sayyohlik kemasi cho'kib ketdi. Bu haqida IXA xabar berdi. Nashrning yozishicha, favqulodda hodisa Jannat oroli yaqinidagi akvatoriyada yuz bergan. Kemaga suv kirayotganini sezib qolgan kapitan uni qirg'oq chizig'igacha boshqarib borishga uringan. Biroq qayiq juda tez suvga to'la boshlagan. Shu sababli kema ekipaji odamlarni yaqin atrofdagi boshqa ekskursiya karterlariga zudlik bilan evakuatsiya qilgan. Qutqaruv ishlariga qirg'oq xavfsizlik bo'linmalari qo'shildi. Bortda bo'lgan barcha yo'lovchilar tezkorlik bilan evakuatsiya qilindi. Oradan ko'p o'tmay kema butunlay cho'kib ketdi. Hodisa oqibatida hech kim jarohat olmadi deb yozdi nashr. Kema halokati fakti bo'yicha mahalliy hokimiyat organlari tomonidan tergov harakatlari boshlangan.